Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Avtozligim hamda kanal admini Shuhrat. Mana bugun Sergeli mashina bozoridamiz. Yaxshi damazlarni sizlarga video davomida ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Kamtarona mehnatimizni qo'llab-quvvatlagan holda videoga like bosib, kommentariy yozib, albatta kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmaydi degan umiddaman. Agar kanalimizning rivoji uchun o'zingizlarning hissalarini qo'shmoqchi bo'lsangiz, pastga karta nomerlarini yozib qoldiraman. Ixtiyoriy ravishda bizani qo'llab-quvvatlasanglar bo'ladi. Demak, biz videoni boshladik. Okalar, Sergeli mashina bozori Damas narxlari bilan bugun tanishib o'tamiz. Xudo xolisi. Mana akamiz, ismingiz nima edi aka? Kamoliddin ismim. Kamoliddin akamizni tanishtirib o'tamiz. Assalomu alaykum. Bir boshdan boshlaymiz unda. Boshlaymiz aka, men bundan boshlayman. 24 damasimiz. Kraskasi top-toza, miyatina chiqazilgan joyi bor. Naqd va bank asosida. Naqd savdoga bo'lsa 6900 o'tib beradigan joyimiz bor. Boshlang'ich to'lov $950 bilan ham chiqadi, $750 bilan ham. U ikki xil bankdan chiqadi. Foizi balandroq bank bilan, foizi pastroq bankdan. Ko'ring, rasmga olib videoga. Salon holatlarini bir sizga ko'rsatamiz unda. Salon holatlariga keladigan bo'lsa, mana mashinamizdan chexollari bor, poliklari bor, gazlargacha bor. Gazlargacha bor aka. Mashinamizdan metan gazlarigacha. Chexol, polik hammasini yangi soldirib qo'yganman. Zapaskasigacha ham turibdi aka sumkada. Chotki holatda turibdi. Orqalarini ham bir sizga ko'rsatamiz. Orqalari ham yaxshi holatda turibdi. Balonlari ham a'lo holatda. 80% 90% tishi bor kamida. Chotki holatda turibdi. Bu narxini aytdik. Narxini aytdik. Keyingi 23 damasimiz. Narxi 6600, kraska top-toza, tomchi miyatina ham chiqazilmagan bunda. Balonlari 13, polik, chexol, apshipga hamma narsa qilingan. Bemalol ko'rib oling. Probegiga 121 ming, o'zini haloli. Biz aylantirish bo'lmaydi probegda. Chexollari bor, poliklari bor. Ko'rishingiz mumkin. Ideal holatda turibdi. Salon orqa holatlarini ham ko'rsatib beramiz. Salon orqa holatlari ham yaxshi holatlarda turibdi. Balonlarga keladigan bo'lsa, balonlari ham yaxshi holatda turibdi. Oklar tag'in ham o'zingizga bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi. Kraskalarni aytdik. Kraska top-toza bunda aka. Metan gazlari bor. Metan gazlari bor. Narxchi 6600 sunnatiga o'tib beramiz. Naqd bank yurib beramiz, muammosiz. Avtozligim nomidan chiqsa, chiroyli skidkalarni ham qilib beraman deyaptilar. Keyingi damazimiz 22 damasimiz, ko'ring. 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Bu probegi qancha? Probegini ko'ring akajon. Buni probeglari 113 ming yurgan. O'zini haloli bizda aka, aylantirish yo'q unaqa. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Lilonim, chexol hamma narsa to'g'rilab qo'yganmiz. Xullas olishadi, mazza xarjashadi. To'ppa-to'g'ri. Gazlari ham bor. Bor. Salon orqa holatlarini ham bir sir ko'rsatamiz. Salon orqa holatlari ham yaxshi holatlarda turibdi. Balonlarga keladigan bo'lsa, balonlari ham yaxshi holatda turibdi. Tokilar krugon-bigon bir sir ko'rsatamiz. Orqalari ham cho'tki bo'lib turibdi. Xudo xolasa olasizlar, mazza qilib xarisizlar. Bunimizning ham narxlari bilan bitta tanishtirib olsangiz $6200. 2022 petnosi bor lekin bunda. Yarim qarish petnos sepilgan eshik stoykasiga. Buni ham gazlari bor. Gazlari bor, tayyor bu ham. Bunisini ko'ring, bu ham 22 aka. 2022-yilda ishlab chiqarilgan Damas mashinasi. Buni ham probeglarini ko'rsatamiz, oz kuzovlarini ko'rishingiz mumkin akalar. Xo'p. Probegiga keladigan bo'lsa 99 ming yurgan ekan. Salonlarni ko'rishingiz mumkin. Chexol, poliklari bor ekan. Chexol solib beramiz bonusiga. Olayotgan odamga. Bonus qilib beramiz zotdilar. Salon orqa holatlarini ham biz ko'rsatib beramiz. Salon orqa holatlari ham yaxshi holatlarda turibdi. Xudo xolasa olasizlar, mazza xaysizlar. Buni ham metan gazlari bor. Metan gazlari bor. Bunimiz ham narxi $6200. Gaz yumshoq balon taqilgan to'pda. Balonlarni ham ko'rishingiz mumkin. Yumshoq balonlarni taqib qo'ygan ekanlar akamiz. Xullas 6200. Orqalari ham yaxshi holatda turibdi. Yo'q aka. Bemalol olib mazza qilib haydasanglar bo'ladi. 24 yangi damasimizga o'taylik. Bu ham Series Bank ham chiqadi. Chiqazib beramiz deb bo'yni. Series Bank ham chiqadi. Keyingi damazimiz bizda 24 bez probeg. 2024-yil bez probeg damaz. 24-25, kuzov 25, texpasport 24. Salon holatlarini ko'rsatib beramiz buni ham. Maloshniy yana bu. Qaymoq rang. Xo'p, chexollari yo'q, poliklari ham yo'q. Xullas, yangi mashina mana. Probegini ham ko'rishingiz mumkin, 61 kilometr. Orqalarini ham ko'rsatib beramiz akalar. Xullas, olasizlar mazza haysizlar. Buni gazlari yo'q, benzinda. Benzinda, zavoddan perigon bo'lib kelgan mashina. Nimaiki bo'lsa hamma narsasi bor. Saloniga kelgan bo'lsa. Ularni ham yangi akalar. Xullas, olasizlar mazza qilib haydaysizlar. Hop, bu narxchi. Buni narxi $7200 so'rayapmiz, sunnatiga o'tib beramiz. Bankka ham yurib beramiz. Oldida grafigi bor. Bir videoga tushirib uni ham. Bor. Olarman odam bo'lsa ko'radilar. Grafikiga keladigan bo'lsa, bosh to'lov 1400 bilan oladigan bo'lsanglar, 3 yilga 3.821 mingdan, 4 yilga oladigan bo'lsanglar, 3.183 mingdan, 5 yilga oladigan bo'lsanglar, 2.823 mingdan chiqar ekan. Keyin bosh to'lov $1000 bilan olsanglar bo'ladi. 3 yilga 4.310 mingdan, 4 yilga 3.620 mingdan, 5 yilga 3.235 ming so'm bilan
chiqarkan. Xuddi shunaqa aka. Xullas, olasizlar, xudo xolasa mazza qiladiysizlar, baraka topasizlar degan umiddamiz. Yana bormi damazni? Bo'ldi aka, hozircha baraka bo'ldi qolgan mashinalar. Qolgan mashinalar baraka bo'libdi. Xullas, nomerlariga keladigan bo'lsa, nomerlarini aytib beramiz. 97lik, 97lik, 810, 810, 1231. 1231. Mashinalarimizni ko'rdinglar, aka, kimga ma'qul keladigan bo'lsa, bemalol telefon qilib, baraka qilib, o'zingizga qulay narxlarni olsanglar bo'ladi. Hop, bosinglar. Aka, bizda navbatdagi Damas mashinasi, mashinamizdan ishlab chiqarilgan 2005-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Probeglari 598 ming yurgan ekan. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Chexollari bor, poliklari bor, metan gazlari ham bor. Kraskasi? Kraskasi ham bor. Salon orqa holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Salon orqa holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Bu menimcha budjetli variant bo'lsa kerak. Narxlarini ham xudo xolasa oxirida so'raymiz. Balonlarini ko'rishingiz mumkin. Balonlari ham yaxshi holatda turibdi. Kraskasi o't-bo'tda bor deyaptilar. Tana o'zingizga bemalol ko'rasizlar bo'ladi. Narxchi 3000 so'rayapmiz. 3000 so'rayapsizlar. Avtobusbegim nomidan chiqsa, chiroyli skidkalarni qilib berasizlar, xudo xolasa. Yendangiz bormi? Yo'q, iloji bo'lsa afarmang. Faqat afarmang, a? Nomeringiz? 93lik 592 65 62. Ismingiz? Abduqahhor aka. Mashinamizni kimga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi, akalar. Bosinglar. Akalar, bizda navbatdagi Damas mashinasi. Mashinamizdan ishlab chiqarilgan 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Probeglariga keladigan bo'lsa, probeglari 795 ming yurgan ekan. Salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Chexollari bor, poliklari bor, mexanika korobkada. Metan gazlari bor. Mashinamizning metan gazlarigacha ham bor. Salon orqa holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Salon orqa holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Kraskasi necha foiz? Kraskasi 4 ta joyda bor, aka. 4 ta joyda bitnos sepilgan joylari bor ekan. Narxi keladigan bo'lsa, narxi 3800 so'rayapmiz. 3800 so'rayapsiz. Avtobusbegim nomidan chiqsa, chiroyli skidkalarini qilib berasiz. Nomeringiz? 93lik 592 65 62. Abduqahhor aka. Mashinangizni kimga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Bu gemban bunga yo'qmi? Yo'q, bunga afarmang. Bu ham afarmang, a? Mashinangizni kimga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi, akalar. Bosinglar. Hop, akalar, bizda navbatdagi Damas mashinasi. Mashinamizdan ishlab chiqarilgan 2024-yil oktyabr oyida chiqqan. Mashinamizning salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Chexollari yo'q. Past linoleumlarni qilib qo'ygan ekanlar. Probega 39 ming ekan. Tepalarigacha ham ko'zi tortilgan ekan. O'zingizga bemalol ko'rasizlar bo'ladi. Kraskalari top-toza, faqat gazlarigacha ham bor. Metan gazlari bor. Balonlarini ko'rishingiz mumkin. Balonlari ham zavодской yaxshi holatda turibdi. Salon orqa holatlarini ham ko'rsatib o'ramiz. Salon orqa holatlari ham yaxshi holatda turibdi, akalar. Xo'p, narxi keladigan bo'lsa 6950 so'rayapsiz. Avtobusbegim nomidan chiqsa, chiroyli skidkalarni qilib berasiz, xudo xolasa. Gendamingiz bormi? Cherizbank? Cherizbank bor. Cherizbank ham bemalol chiqarib olsanglar bo'ladi. Nomeringiz? 91lik 777 2112. Ismingiz? Nig'mat aka. Mashinamizni kimga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi, akalar. Bosinglar. Akalar, bizda navbatdagi Damas mashinasi. Mashinamizdan ishlab chiqarilgan 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Probeglari 160 ming yurgani halol. Mashinamizning salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Mashinamizning chexollari bor, poliklari bor. Mexanika korobkada ko'rishingiz mumkin. Salon orqa holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Salon orqa holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Kraskasi-chi, aka? Kraskasi top-toza. Kraskalari top-toza. Metan gazlarigacha. Metan gazi bormi? Bor. Metan gazlarigacha bor ekan. Salon oldilarini ham ko'rishingiz mumkin. Akalar, yaxshi holatda turibdi. Olasizlar, mazza qilinglar, xudo xolasa. Mashinamizdan hech qanaqa rasxodlari yo'q. Balonlari ham yengillik bo'lib turibdi. Krogonbegim bitta ko'rsatib o'ramiz. Orqalarini ham ko'rishingiz mumkin. Xullas, mazza qiladigan mashina. Xo'p, mashinamizdan tan narxiga keladigan bo'lsa, narx qancha so'raymiz, aka? 6500 so'raymiz. Avtobusbegim nomidan chiqsa, chiroyli skidkalari bor, xudo xolasa. Gendamingiz bor? Bor. Arenda variant? Arenda yo'q. Cherizbank chiqaramiz. Cherizbank bilan chiqarib olsanglar bo'ladi. Nomerlari? 99lik 811 55 19. Ismlari? Farhod aka. Mashinamizni kimga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi, akalar. Bosinglar.
Qadrdonlarim, bugungi videolarimiz ham o'z nihoyasiga yetib boradi. Videomiz oxirida nima deymiz? Oltin boshinglar omon bo'lsin. Musofirdagi akalarimiz har doim Allohning panohida bo'linglar. Vatanimizga eson-omon qaytib kelish nasibi ro'za aylasin deb qolamiz. Eng kamida shunaqa mashina, undan ham zo'r mashinalarni yaqinlarimizga sovg'a qilish hamda o'zimiz uchun xarid qilish nasibi ro'za aylasin deb qolamiz. Keyingi videolarimizda qanaqa mashinalarni olib chiqinglar, albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Pastda karta nomer qo'llab-quvvatlash esingizdan chiqmaydigan umiddaman. Ixtiyoriy ravishda joninglar sog' bo'lsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.